Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yana go'jetdagi mevalar haqida gaplashamiz. Go'jetdagi mevalar haqida qancha gapirsak ham kam. Chunki buni shifo bag'ishligi juda bir yaxshi narsa-da. Inson sog'lom yashash uchun juda bir kerakli vitaminlar bor tarkibida. Buni doimiy iste'mol qilib yurgan insonda juda ham bir yaxshi ta'sirotlar qoldiradi-da. Shifo bag'ishligi darajasi bo'yicha. Bunun tarkibida yo'q elementlarda o'zi yo'q. Даже Germaniya degan elementlari bor. Mana ankalis hujayralar bloklab turadigan. Kimana temir moddalari bor. Kaliy, kalsiy, magniy, hammasidan bor. Omega 3, omega 6largacha bor. 18 ta amino kislotasi bor. Juda bir kuchli amino kislotalar. 8 ta polisaxarid, 8 ta monosaxarid, 8 ta bikarotin. Vitaminlarga keladigan bo'lsak, vitamindan A, C, E vitaminlar, vitamin 1, vitamin 2, vitamin 3, vitamin 6, vitamin 12, vitamin 9 degan vitaminlar ham borda tarkibida. Inson organizmi uchun juda bir kerakli bo'lgan vitaminlar mana shular. Buni doimiy iste'mol qiladigan odamda deyarli kasallik bo'lmaydi. Hali bu yangi, men ko'pchiliklarda sinab ko'ryapman. Juda bir xursand u kishilar. Ular ham doimiy iste'mol qilinmayapti. Hali bu ekkanlari ko'paysa, keyin doimiy iste'mol qilib boshlaydi. Hozircha mendan sotib olib iste'mol qilishyapti. Ito yaxshi deyapti-da. Endi men boshimdan sinab ko'rganman. Men qo'ri maqtaganim bilan hech kim ishonmaydi. Ana shu bana tashqaridan iste'mol qilib yurganlarni eshitib o'rsam odamni bir zavqlantiradi-da, motivatsiya berib, yana ham bir kengaytirib, yana ham bir xalq uchun bir qayta ishlab, bir xalqqa bir tan narxini arzonlashtirib yetkazib berishlarga qiziqib qolaman. Buni qilamiz, iloji boricha qayta ishlab, bir xalq uchun bir qulay narxlarda doimiy iste'mol qilib yurish uchun bir qulay sharoit, qulay narxlarga yetkazib boramiz o'sha tomonga. Hozir shuni ustida ko'proq ishlayapman. Qanday qilsak xalqqa yengilroq bo'ladi, har bir xonadonga kirib boradi. Kimda imkoni bo'ladigan bo'lsa, 2 ta 3 ta ko'chatlardan eka olishyapti. O'sha uchun qiziqingizlar. Maqsadimiz bu ximik dorilardan qochish, tabiiy narsalarga o'tish. Sog'lom yashash. Sog'lom bo'lgandan keyin odam uzoq umr ko'radi. Uzoq umr ko'rish uchun odam sog'lom bo'lsa, yashab yuribdi-da. Hech kimga ziyon tegmaydi-yu sog'lom odamni. Nevara-chevara bosh, ayniqsa mana yoshi ulug' insonlar. Men asosiy klientlarim shu yoshi ulug' insonlar. Otaxon, onaxonlar. Mana pensiya olib turibdi. Mana shu pensiyasini olib yeb yashab yuraveradi-da. Hozir hayotda olib qaraydigan bo'lsangiz, shunaqangi insonlar qo'ng'iroq qilishadi. Bacham, pensiyamiz kam, yetmaydi. Dori-dormonga yetmaydi pensiyalarimiz deydi-da. Odam qarab turib rahming keladi. Chunki aptekadagi dorilar juda qimmat. Aptekalar ham biznes bo'lib ketgan. Bu dorini ichgan bilan odam tuzalib qolmayapti-da. Vaqtincha salgina bir tuzalishga salgina imkon beradi. Yana 1 oy 15 kundan keyin yana shu oldingi holat. Mana davleniyaga doim iste'mol qilish kerak. Saxar uchun ham doimiy iste'mol qilish kerak tabletkalarni. Doimiy iste'mol qilish uchun qimmatlik qiladi. O'sha uchun hozir men ham ko'p o'zimda ustimda ishlayapman. Qanday qilish kerak insonlar sog'lom yashash uchun, kasal bo'lmasligi uchun. Lekin imkoni bor bu narsalarda. Mana bu ruschada xronический kasal deydi. Mana davleniya, saxar, suyak yemirilishi, ko'z nurining pasayib ketishi, bular bari xronический kasal deyiladi-da. Lekin inson u xronический kasal bilan yashamaslik kerak-da. İnson shunaqangi bir harakat qilsa, shunaqangi bir yo'llarni qilsa, shu xronический kasal chiqib ketadi organdan. Odam sog'lom yashaydi. Buni ham izlanyapmiz, topamiz. Buni ham yo'lini topamiz. Topsa bo'ladigan narsa.
Mana ovqatlanish madaniyatini o'rganish kerak. U parhez bilan emas, faqat ovqatlanishda to'g'ri ovqatlanishni o'rganish kerak. O'shanda hamma kasallik chiqib ketadi. Mana qo'shimchasiga mana giyohlardan iste'mol qilish kerak. Bu tana sog'lom yashash uchun, sog'lom bo'lish uchun. Mana shu go'jetda mevalarni iste'mol qilgan odamda juda ham bir yaxshi taassurotlar bo'ladi-da. Odam sog'lom yashash uchun juda bir kerakli narsalar tarkibida bor. Bu go'jetda mevalarni doimiy iste'mol qilish uchun ko'p insonlarda imkoniyat bor-da, agorodi bor. Agorodi bormi, oilasi kattami, обязательно bir 2 dona ko'chatdan ekib olish kerak. 2 dona ko'chatini ekib olgandan keyin doimiy iste'mol qilish uchun imkoniyat bo'ladi. 2 tani 4 ta qiladi, 4 tadan 10 ta qiladi. Shunda doimiy iste'mol qilaversa bo'ladi. O'sha uchun aytyapman, ras ekdingizlarmi, ras iste'mol qilyapsizlarmi, qo'ng'iroq qilingizlar. Chunki bu sohaga men juda bir yaxshi tushunaman, lekin iste'mol qiladigan kishilar bari ham unda yaxshi tushunadi deb ayta olmayman. Mana meditsinada buni tushunadigan insonni o'zi yo'q O'zbekistonda. O'sha uchun qo'ng'iroq qilingizlar, so'rangizlar, qanday qilishim kerak, qanday qilsam sag'irim pasayadi. Nimalarga e'tibor qilishim kerak buni ichgandan keyin. Qisqasi savol berishga-da, men izlanaman, o'sha savolga javob topyapman. Bundan keyingilarga ham topaman. Buni doim iste'mol qilsa hech bir surunkali kasal bo'lmaydi-da insonda. Mana surunkali kasallar qaydan kelib qolyapti? Mana asosan ichakdan kelib qolyapti. Ichakda tiqilish bormi, ichakda zaharlanish bormi? U ichgan dorilaringiz bari vaqtincha. Ma'lum bir vaqtdan keyin yana shu saqir ko'tarilib boshlaydi dorini tugatgandan keyin. Masalan, oq dog'larda ham ko'pi bilan gaplashyapman. Bu O'zbekistonda tanada oq dog'lar ham ko'p ekan. Lekin hammasi ham meditsina tomonidan lichina olib ko'rgan. Lekin ayrimlar aytayaptiki, lichinani olyapman, yaxshi deydi. Tuzalyapti, yaxshi rang kiryapti. Keyin bir ma'lum bir vaqtdan o'tib oldin 30% bo'lgan bo'lsa deydi, 50% ga ko'payib ketyapti deydi. O'sha uchun qo'ng'iroqlashingizlar, so'rangizlar, yo'l yo'riqlarni aytib tushuntirib birgalikda tuzalsa bo'ladi. Agar chini bilan mana go'jetda mevalari bilan o'sha oq dog'larni yo'q qiladigan bo'lsangiz, sizni qaytib uchiramaydi. Chunki men aytayapman, doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Sizda 2 ta daraxti bo'lgandan keyin doimiy iste'mol qilib yurishni imkoni bo'ladi. U doimiy iste'mol qilsangiz nafaqat oq dog'lardan, mana davlinangiz bormi, saqiringiz bormi, suyak yemilishi, yurak yetishmovchiligi, jigaringizda kamchilik bormi, hammasidan qutulasiz, hammasidan. Buni 2 ta ko'chati bo'lgandan keyin oilaviy iste'mol qilasiz, oilaviy sog'lom bo'lib yashaysiz. Mana iste'mol qiladiganlar shunaqangi bir duo qilib qolishadi telefonlarda. Odam bir zavqlanib ketadi bu gaplarni eshitib. Endi to'g'ri, men qip-qizil mashina bo'lganimda men ham biladim qanday sotib qochib ketishdi. Hozir odamlar ko'pi ishonmay qo'ydi hech kimga. Chunki mana firmalar sotyapti. Barisi mashinalik. Narx-navosi baland, lekin ta'sir kuchi yo'q. Bir klient bo'ldingizmi, doim iste'mol qilish kerak. Doim sotib olib iste'mol qilishga hech kimda qurbi kelishmaydi-da. Masalan, bizlardagi mana go'jetda.com'da ko'chatini ekib olsangiz, bir 2 yil qo'ng'iroqlashib tursangiz, o'zingiz mutaxassis bo'lasiz bo'yicha. Sizga keyin o'zingizga bepul benesa xizmat qilyotadi o'sha ko'chatlar. O'sha uchun yaxshi o'rganib olish kerak. Avvalam qiziqish kerak bu narsaga, ekishga. Mana kommentariyada odamni ahmoq deb yozishadi. Yo'q, gap u ahmoq qilishda emas, u kommentariyga men ham e'tibor qilmay qo'ydim. Lekin baribir qiziqish kerak. Qiziqishi bor inson ko'p narsaga erishadi. Qiziqishi bo'lmay loyiqatli qildimi, o'zini sog'ligini ham tiklay olmaydi. Har kimni gapini gapirib, har kimga gapiga quloq solib, o'zini sog'ligini yo'qotib, bor pulini aptekaga ishlatib yotadi. O'sha uchun qiziqingizlar. Shu mavzuda biza so'rangizlar, doim qo'ng'iroq qilingizlar. Maslahatlar hammasini qilsa bo'ladi. Hamma ishni qilsa bo'ladi. Hamma har qanday sog'lik tiklasa bo'ladi, har qanday kasallikdan qutulsa bo'ladi. Bu narsa O'zbekistonda yangilikda hali ko'p odam tushunmaydi. O'sha uchun maslahatlashib, so'rab, o'rganib olingizlar.
Kelajakda sizlar ham kelsa yetishtirib, sizlar ham o'zlaringiz davolab ketaverasizlar kliniklarda. U uchun anchagina yaxshi bilimga ega bo'lish kerak. Noto'g'ri diagnoz qo'yib, noto'g'ri davolab mana qo'yayotgandan ko'ra yaxshi o'rganib olish kerak. Axir mendan o'rganib kimgadir foydangiz tegib ketsa, kimnidir bir kasaldan xalos qilib bersangiz, qanchadan qancha duo eshitasizlar. Yaxshida birovga yordamingiz tegsa. Bu mevachani yetishtirib birovga yordamingiz tegsa juda ham yaxshi bo'ladi, lekin ziyoningiz tegmaydi bu mevachani yetishtiradigan bo'lsangiz. Chunki bu ximikat emas. Bu iste'mol qilib boshladingizmi foydasi tegadi. Ayrimlar qo'ng'iroq qilyapti. Men ichyapman, davillam ko'tarilyapti deydi. Yo'q, uni davillarni boshqa tomondan izlab ko'rish kerak. Bu narsa gujittakon mevasi davildan ko'tarish xususiyati yo'q unda. Bu faqat ishda suraveradi. Ishda surgani ham yaxshi, lekin doimiy ish surilsa u ham bo'lmaydi. Bir yarim ishda surib turgani ham yaxshi. O'sha uchun qo'ng'iroqlashingizlar. Shunday bo'ldimi, bir nima nojo'ya sezilyaptimi, qo'ng'iroq so'rangizlar. Men ichib boshladim, mana bunaqa bo'ldi. Shuni yo'l-yo'riqlarni yana ham o'rgataman, yana ham chuqurroq kirib boramiz shu narsaga. Bu qanday qilsak yaxshi effekt beradi. Qanday qilsak odamga sog'lig'iga yaxshi bo'ladi. Masalan, bir kishidan ko'ra ikki kishining fikri yaxshi-da. Mana siz unchalik mutaxassis emas. Men masalan sizga tushuntirib aytaman. Nimalar qilishdi? Buni ichib boshladingizmi, nimalarga e'tibor qilishdi? Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Bu gujittakon mevalari mana Yevropalarda, Rossiyalarda juda bir yaxshi sinovdan o'tgan. Qancha mutaxassislar bu haqida yozgan. Men ham aslida shulardan olaman ma'lumotlarni. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Qo'ng'iroq qilingizlar, maslahatlashingizlar. Ekib olishga, mevalardan iste'mol qilishga harakat qilingizlar. Sog'lik uchun juda bir kerakli narsa bu. Ayniqsa mana yosh ulug' otaxon, onaxonlar uchun. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kasal bo'lmangizlar.